Aldamang. Vrachga borganingizda, qon tahlillarini topshirganingizda aldamang. Nimaga bu kerak? Chunki ayrim paytda bemorlar menga kelib, hech qanaqa batlar ichmayapman, hech qanaqa dorilar ichmayapman ozish uchun yoki menstrual siklimda buzilish bo'ldi, hech qanaqa dori ichmadim degan yolg'on ma'lumotlarni berishadi. Iltimos, bunday qilmang. Nimagaki qon tahlillari boshqa bir mavzuni ko'rsatsa, sizning organizmingiz umuman boshqa bir ko'rsatkichlarni ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bunda vrach juda ham adashadi va davolanishingiz noto'g'ri ketadi. Albatta, qanaqa dori bo'lmasin, uxlatuvchimi, nevrologik dorilaringizmi, umuman olganda ozish uchun qanaqadir avvallari ham dori ichganmisiz yoki hozir shu dorilarni ichyapsizmi? Albatta aytib o'ting va sanab bering. Nimagaki bu juda ham katta ma'lumot kasb etadi. Ya'ni har doim siz ichayotgan dorilaringizni vrach bilmagan holatda boshqa bir dorilarni qo'shimcha sifatida yozib berishi sizning organizmingizga nojo'ya ta'sir berishi mumkin. Buni alohida eslatib o'taman.